Davom etamiz. Davlat xizmatlarining raqamlashuvi aholiga bir qancha yengilliklar taqdim etmoqda. Dasturlarimiz davomida pensiya tayinlash bilan bog'liq jarayonlar elektron shaklda onlayn amalga oshirilishi haqida xabar bergan edik. Ayni yo'nalishda yana bir yangilik, endi yoshga doir pensiya fuqaroning murojaatsiz tayinlanadi. Hurmatli fuqaro, endi siz hech qayerga murojaat qilmasdan, ortiqcha ovoragarchiliklarsiz pensiyaga chiqishingiz mumkin. Ha, albatta. Salomat bo'ling. Hozir eshitganingizdek, 60 yoshli erkaklar va 55 yoshga to'lgan ayollarga pensiyalar biror bir turdagi hujjatlar talab etmagan holda avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Bunda fuqarolarimiz pensiya jamg'armasiga kelishi yoki davlat xizmatlari orqali so'rovnoma to'ldirilishi yoki YPGU orqali so'rovnoma to'ldirish orqali murojaat qilishlari talab etilmaydi. Ya'ni fuqarolarimiz erkaklar 60 yoshga to'lganda, ayollarimiz esa 55 yoshga to'lganda dastur orqali avtomatik tarzda ularni mazkur yoshga to'lganligi aniqlanib, ularga yoshga doir pensiya tayinlash jarayoni avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Bunda fuqarolarimizni ish stajlari, ish haqlari, oila a'zolari soni to'g'risidagi ma'lumotlar vazirlik idoralarida axborot tizimlari orqali elektron tarzda olinadi. Yoshga doir pensiya praktik shaklda tayinlanganligi to'g'risida tug'ilgan kunlarida SMS xabar yuboriladi. Ya'ni fuqarolarimizni yoshga to'lgani munosabati bilan tabriklab hamda ularga yoshga doir pensiya tayinlash ko'rib chiqilayotganligi, tayinlangandan keyin yoki rad etilganligi to'g'risida fuqarolarimizga SMS xabar yuboriladi. Agar ularda o'sha mobil telefon raqamlari mavjud bo'lsa, agar mobil telefon raqamlariga ega bo'lmagan fuqarolarimizga, demak pochta orqali xabar yuborilishi ko'zda tutilgan. SMS xabarlarida fuqaroyimizning ish stajlari, ish haqisi hamda tayinlangan pensiya miqdori aks etadi. Qonunchilikka muvofiq, agar fuqaro mehnat faoliyatini davom ettirish istagini bildirsa, uning murojaatsiz tayinlangan yoshga doir pensiyani rad etish huquqiga ega. Bundan tashqari, pensiya miqdoridan norozi bo'lgan fuqarolar pensiya miqdoriga ta'sir etuvchi qo'shimcha hujjatlarni istalgan vaqtda taqdim etsa bo'ladi. Praktik pensiya tayinlashda eng asosiy narsa bu fuqarolarda ish staji va ish haqlari to'g'risidagi ma'lumotlar raqamlashgan bo'lishi kerak. Masalan, 2005-yildan oldin yoki avvalgi davrlarda ishlagan, lekin hozirda mehnat faoliyatini davom ettirmayotgan fuqarolarimiz bor. Bular o'zlarining mehnat stajlarini raqamlashtirish uchun kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligini tuman shahar bo'limlariga murojaat qilishlari kerak. Agar hozirda ishlayotgan fuqarolar bo'lsa, bularni o'sha ish joyidan o'sha kadrlar bo'limi orqali kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligini yagona milliy mehnat tizimiga fuqaroning ish staji va ish haqlari kiritilish orqali raqamlashtirish zarur hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, qo'shimcha ma'lumotlar olish uchun jamg'armaning 1271 qisqa raqamiga murojaat qilish mumkin.